Bo'ydoqlik juda og'ir. Tunlari oson emas. Kunlarchi tundan farq emas. Ko'zingizga cho'p kirgandir. Kulmang, u nam emas. Sal bo'lsa ham bo'ydoqni mashaqqati, dardiga baho berishga harakat qilaman. Bu kunlardan hamma o'tgan, bu kunlarni hamma ko'rgan. Hozirda uylanib, yaxshi yashayotganlar bo'ydoqlarga rahmi keladi. Shuning uchun siz ham uylanib, bo'ydoqlarga rahmingiz kelishda davom eting. Men hamma bo'ydoqni uylanishi tarafdoriman. Sog' bo'lasizlar. Kommentariyada qo'llab turasizlar endi bunaqa she'rlarimni. Yo'q, bolam, uzoq chiqib kelganman. Kelin bo'lgan ketyapti. Bugun noodatiy to'y, xudo xolasa, oila qilib o'tkazishga harakat. Shu bilan uydan o'zim olib chiqib ketyapman, xudo xolasa. Oila qilib o'tkazamiz, kuzatib boringlar. Qiziq holatlar qo'yilgan. Bu ham yangi ekan, birinchi marta ochilyapti. Первый. А как с невестой-то познакомились? Невеста? Да. Невеста знакомы давно. Давно? Да. Любовь? Любовь, да. Молодцы. Сейчас помню, сейчас какие роли. О, оригинальный жених. Такого не было, да, у нас еще? Здоровье, важнее всего. Здоровье, важнее всего. Всегда. Tanishuvlaringiz qanaqa bo'lgan? Tanishuvlaringiz? Aka? Kelin tomonidan inisiativa bo'lganmi? Haligi ashulani eshitishgan bo'lsa kerak-da, kostyumidan mahkam tut degani. Qanday endi bu to'y bo'lib ketishi-chi? Bu yaqin ekan-da, uy ham bu hozir qanday bu? 10 kun bo'ldi. Xabar bo'ldi, bo'lib ketdi-da. Молодец, aka bu почти ro'para domda aka. Nasib qilgan bo'lsa aka bo'laverar ekan-da. Oldin aytishardi, yaxshi qiz mahalladan ortmaydi deb, hozir yaxshi qiz domdan ortmaydi bo'lib, yonma-yon bo'lib qolibsizlar-da. Xudo xolasa iloyim raddimlaringizda ham xizmat qilaman shunaqa qilib aka. Bugungi tuslarni yozib qo'yaman, poylab o'tiraman dedi. Juda ko'p klientlarim xudoga shukr to'yini ham o'tkazib telefon qilishadi. Aka deydi, to'yimni o'tkazib beruvdingiz. O'g'il-kordam deb telefon qilib qolishadi-da. O'g'ilmi, qizmi, xudo xolasa farzandlaringizda iloyim xizmatda bo'lamiz. Bu yaxshi kayfiyatda qilingan tilakda bu aka, ijobat bo'ladi bari. Men hozir qattiq hayajondaman, baxtdan, xursandchilikdan. Bu bilasizlarmi qanaqa bu emotsiya? Kelin-kuyov o'rtasida o'tiribdi, mana ular savol javobni sizlarga ham qandaydir yetkazib qo'ygim keldi. Sizlar ham shu hayot, oila qurish bo'sag'asidasizlar baribir. Sizlarga ham qiziq. Biz har kungi qilayotgan ishimiz, mana oilaga qanaqa qilib erishish, muhabbat degandagi. Sizlarda ham shunaqa shirin kunlaringizda xudo xolasa xizmat qilishlik nasib qilsin. Men işte hayajonda, qandaydir xursandchilikdan, bularni xursandchiligidan men bahra olaman. Kuzatib oling.